Agar siz pensiya jamg'armasi, ijtimoiy to'lov, nafaqa kompensatsiya yoki tashkilotlar orqali o'tadigan PJ hisoboti sabab pulim nega tushmayapti, nega bir necha oy kechikdi, kim aybdor va nima qilishim kerak deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun juda muhim. Chunki bunday kechikish faqat bitta odamning muammosi emas. Bu holat minglab fuqarolar, xodimlar, pensionerlar, bola puli oluvchilar, korxona buxgalterlari va yakka tartibdagi tadbirkorlarga ham ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. PJ hisoboti deganda amalda nimani tushunish kerak, nega pul bir oy emas, ba'zan 2-3 oyga ham kechikadi. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlarda esa muammo vaqtinchalik bo'lishi mumkin? Va eng muhimi, siz hozir nima qilishingiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men hujjatlarni qanday tekshirish, qayerga murojaat qilish va arizada nimalarni yozish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bo'lsin, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham pulingizni tezroq olishda yordam berishi mumkin. Avvalo, oldin qanday edi, hozir nima o'zgardi degan savolga javob beramiz. Oldin ko'p jarayonlar, qog'oz hujjatlar, korxona buxgalteriyasi, tuman bo'limlari, bank va boshqa tashkilotlar o'rtasidagi oddiy yozishmalar orqali yurardi. Masalan, xodim ish haqi oladi, ish beruvchi soliq va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblaydi, keyin tegishli hisobotlarni topshiradi. Pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ham ma'lumotlar turli bazalarga kiritilib, tekshirilib, keyin pul o'tkazilardi. Hozir esa ko'p narsa elektron tizimlarga bog'langan. Bu aslida yaxshi. Chunki elektron tizim xatoni tezroq topadi, odam omilini kamaytiradi. Kimga qancha pul tushishi kerakligini bazadagi ma'lumotlar asosida avtomatik hisoblaydi. Lekin mana shu joyda eng katta muammo ham paydo bo'ladi. Agar tizimdagi bitta ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, masalan, pasport ma'lumoti eskirgan, JSH shir xato kiritilgan, ish staji ko'rmayapti, ish beruvchi hisobotni vaqtida bermagan, bank kartasi yopilgan yoki fuqaroning familiyasi bazalarida turlicha yozilgan bo'lsa, pul avtomatik to'xtab qolishi mumkin. Ko'pchilik mening pulim tayinlangan-ku, nega tushmayapti deb so'raydi. Tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin pul tushishi uchun bir nechta bosqich bir-biriga mos kelishi kerak. Birinchi bosqich fuqaro yoki xodim haqidagi shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchi bosqich hisob-kitob qiluvchi tashkilot yoki ish beruvchi hisobotni to'g'ri topshirishi kerak. Uchinchi bosqich davlat yoki tashkilot tomonidan moliyalashtirish jadvali tasdiqlanishi kerak. To'rtinchi bosqich bank rekvizitlari yoki karta faol bo'lishi kerak. Shu zanjirning bitta halqasi uzilsa pul kechikadi. PJ hisoboti atamasi turli joylarda turlicha ishlatilishi mumkin. Ba'zi odamlar buni pensiya jamg'armasiga oid hisobot deb tushunadi. Ba'zilar personal jamg'arib boriladigan pensiya hisoboti yoki xodimlar bo'yicha elektron ma'lumotlar deb aytadi. Ayrim korxonalarda esa bu ichki buxgalteriya tilida pensiya, jamg'arma yoki ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq hisobot ma'nosida yuradi. Lekin oddiy fuqaro uchun eng muhim narsa nom emas, mazmuni. Hisobot topshirilmasa, noto'g'ri topshirilsa yoki tizimda tekshiruvdan o'tmasa pul kechikadi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, kechikish har doim ham pul yo'q degani emas. Ba'zan pul ajratilgan bo'ladi, lekin to'lov hujjati qaytgan bo'ladi. Masalan, bank kartangiz muddati tugagan, karta bloklangan, hisob raqami yopilgan yoki ism familiyangiz bankdagi ma'lumot bilan davlat bazasidagi ma'lumotga mos kelmaydi. Bunday holatda pul tashkilotdan chiqqandek ko'rinadi, lekin sizga yetib kelmaydi. Keyin to'lov qayta ishlanishi, xatolik tuzatilishi va qayta yuborilishi kerak bo'ladi. Mana shu jarayon ba'zan 10 kun, ba'zan 1 oy, ba'zan undan ham ko'proq cho'ziladi. Ikkinchi sabab ish beruvchi hisobotni kech topshirishi yoki xato topshirishi. Masalan, siz korxonada ishlaysiz, oylikdan ushlanmalar qilinadi. Stajingiz yurishi kerak, lekin buxgalter xodimlar bo'yicha elektron hisobotni vaqtida yubormagan yoki yuborgan, lekin sizning JSH shir raqamingizda bitta raqam adashgan. Natijada tizim sizni boshqa odam sifatida ko'radi yoki umuman topmaydi. Siz esa keyinchalik nafaqa, pensiya, kasallik varaqasi, dekret puli yoki boshqa to'lov olayotganda staj ko'rinmayapti, daromad tasdiqlanmagan, hisobot bazada yo'q degan javob olasiz. Oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, Dilnoza opa 2020-yilning noyabr oyida bola parvarishi bo'yicha to'lov olish uchun murojaat qildi. Uning oxirgi 6 oylik ish haqi asosida hisob-kitob qilinishi kerak. Lekin korxona sentabr va oktabr oylari bo'yicha hisobotni kech topshirgan. Tizimda Dilnoza opaning daromadi faqat avgustgacha ko'rinadi.
Shuning uchun to'lov summasi tasdiqlanmaydi yoki kam ko'rinadi. Buxgalter hisobotni to'g'rilaydi. Soliq yoki tegishli organ bazasida qayta ko'rinadi. Keyin pensiya yoki ijtimoiy to'lov idorasi qayta hisoblaydi. Shu orada 2 oy o'tib ketishi mumkin. Yana bir misol, Akmal aka 25 yil ishlagan, pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirdi. U mening hamma ish stajim bor deb o'ylaydi. Lekin eski yillarda ishlagan korxonalardan biri yopilib ketgan. Arxiv hujjati topilmagan yoki mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydi. Elektron tizimda esa 2005 yilgacha bo'lgan ma'lumotlar to'liq aks etmagan bo'lishi mumkin. Natijada pensiya tayinlash cho'ziladi. Bu yerda pul kechikayotgani uchun faqat pensiya bo'limini ayblash to'g'ri emas. Chunki ularga hisoblash uchun tasdiqlovchi hujjat kerak. Agar staj tasdiqlanmasa, ular to'liq summani chiqarib bera olmaydi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pul 3 oydan ortiq tushmayotgan bo'lsa, albatta jiddiy tekshirish kerak. Ikkinchidan, sizga hisobot yo'q, ma'lumot topilmadi, qarzdorlik bor, rekvizit noto'g'ri, qayta ko'rib chiqilmoqda degan javob berilsa, qo'l qovushtirib o'tirmang. Uchinchidan, yaqinda pasport almashtirgan, familiya o'zgartirgan, nikohdan o'tgan, ajrashgan, bank kartasini yangilagan yoki ish joyini almashtirgan odamlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki aynan bunday o'zgarishlardan keyin ba'zilar bir-biriga mos kelmay qoladi. Kimlar haddan tashqari xavotir olmasligi mumkin. Agar sizga pul odatda oyning ma'lum sanasida tutsa, lekin bu safar o'tib 5 ish kuniga kechiksa, bu banklararo jarayon, dam olish kunlari, bayram kunlari yoki moliyalashtirish jadvali bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, oyning 30 kuni juma bo'lsa, keyin shanba kelsa, to'lov dushanba yoki seshanbaga o'tish tabiiy. Yana ayrim to'lovlar bir kunda hamma odamga tushmaydi. Tumanlar, banklar yoki ro'yxatlar bo'yicha bosqichma-bosqich o'tadi. Lekin bu kutavering degani emas. 13 kundan ko'p kechiksa, albatta aniqlashtirish kerak. Ko'p uchraydigan holatlardan biri korxonaning o'zida moliyaviy intizom past bo'lishi. Ish beruvchi xodimga hammasi topshirilgan deydi. Lekin aslida hisobot topshirilgan bo'lsa ham undagi xatolar tuzatilmagan bo'ladi. Masalan, xodim 3 million so'm oylik oladi. Lekin hisobotda 1,1 million ko'rsatilgan. Yoki xodim to'liq stavkada ishlaydi, lekin yarim stavka sifatida kiritilgan. Keyinchalik bu uning pensiya hisobiga, nafaqa miqdoriga, kasallik puli yoki dekret hisobiga ta'sir qiladi. Shuning uchun men har doim aytaman, xodim o'z ma'lumotiga befarq bo'lmasligi kerak. Buxgalter biladi deb yuraverish xavfli. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pul kechikishining sababi bitta emas, bir nechta bo'lishi mumkin. Masalan, sizning bank kartangiz faol, pasportingiz to'g'ri, arizangiz ham qabul qilingan. Lekin ish beruvchi hisobotni noto'g'ri topshirgan. Ustiga ustak tizimda qarzdorlik ham ko'rinib turibdi. Bunday holatda faqat bankka borib muammoni hal qila olmaysiz. Faqat pensiya bo'limiga borish ham yetmaydi. Zanjir bo'yicha hammasini tekshirish kerak bo'ladi. Ikkinchi tuzoq og'zaki javoblarga ishonib qolish. Ko'p odam idoraga boradi, navbatda turadi, mutaxassis ertaga tushadi, keyingi haftada bo'ladi, tizim ishlamayapti deydi. Fuqaro qaytadi va yana kutadi. Bir oy o'tadi, yana boradi, yana o'sha gap. Men tavsiya, agar masala 15 kundan ko'p cho'zilsa, yozma murojaat qiling. Yozma murojaat bo'lsa, unga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javobda esa aniq sabab yoziladi, hujjat yetishmayapti, hisobot xato. Bank rekviziti noto'g'ri, tekshiruvda, qayta hisob kitobda yoki boshqa sabab. Uchinchi nozik jihat, hisobot topshirilgan degani hisobot qabul qilingan va to'g'ri degani emas. Buxgalter elektron tizimga fayl yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin tizim uni rad etgan, xatolik protokoli chiqqan yoki keyinchalik aniqlashtirish talab qilingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun xodim sifatida ish beruvchidan faqat topshirdikmi deb emas, hisobot qabul qilinganmi? Xatolik protokoli yo'qmi? Mening JSHR va daromadim to'g'ri ko'rsatilganmi deb so'rash kerak. 4-nozik masala qarzdorlik. Ayrim to'lovlarda, ayniqsa tadbirkorlar, yakka tartibdagi faoliyat yurituvchilar yoki majburiy to'lovlar bo'yicha qarzi bor shaxslarda tizim avtomatik cheklov berishi mumkin. Masalan, tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgansiz, lekin faoliyat yuritmayapman deb o'ylaysiz. Aslida sizda soliq yoki ijtimoiy to'lov bo'yicha qarzdorlik yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. Keyin biror nafaqa yoki pensiya masalasida hisob kitob qilinayotganda shu qarzdorlik chiqib keladi. Bunday holatda avval qarzni aniqlash, kerak bo'lsa e'tiroz bildirish yoki to'lash, keyin qayta hisob kitob so'rash kerak.
Beshinchi masala arxiv hujjatlari. Ayniqsa pensiya yoshi yaqinlashgan odamlar uchun bu juda muhim. Agar siz 1990 yillar 2000 yillarning boshida ishlagan bo'lsangiz, eski korxona nomi o'zgargan, tugatilgan yoki boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar yetarli bo'lmagan hollarda ish haqi ma'lumotnomasi. Buyruqlar nusxasi arxivdan tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Bu hujjatlarni topish ba'zan bir haftada, ba'zan 2 oyda hal bo'ladi. Shuning uchun pensiyaga chiqishga 3-4 oy qolganda emas, kamida 1 yil oldin staj va hujjatlarni tekshirib qo'yish kerak. 6-nozik jihat, familiya, ism va otasining ismi yozilishidagi farqlar. Masalan, bir hujjatda Shokirova, boshqasida Shakirova, bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnara, pasportda Lotin, eski hujjatda Kiril. Oddiy ko'ringan bitta harf farqi tizim uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Tizim odamni avtomatik solishtirganda moslik topmasa, to'lov to'xtaydi yoki qo'lda tekshiruvga yuboriladi. Qo'lda tekshiruv esa vaqt oladi. 7-masala bank kartasi. Ko'pchilik kartani almashtiradi. Lekin to'lov oladigan tashkilotga yangi rekvizitni bermaydi. Masalan, sizning eski kartangizga bola puli tushardi. Karta muddati tugadi, bank yangisini berdi. Siz o'ylaysizki, hammasi avtomatik ulanadi. Ba'zan ulanadi, ba'zan esa yo'q. Ayniqsa karta boshqa bankdan ochilgan bo'lsa yoki hisob raqam o'zgargan bo'lsa, pul eski rekvizitga ketib qaytishi mumkin. Qaytgan to'lovni qayta yuborish uchun esa yana ariza yoki rekvizit yangilash talab qilinadi. 8-nozik jihat. Pulning bir necha oyga yig'ilib tushishi. Ayrim odamlar xavotir qiladi. 3 oy kechiksa, o'sha 3 oyning puli kuyadimi? Ko'p holatda agar to'lov qonuniy tayinlangan bo'lsa va sizning huquqingiz tasdiqlansa, kechikkan oylar uchun pul qayta hisoblanib bir yo'la tushishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik bo'lmasligi mumkin. Siz yozma ravishda falon davr uchun to'lanmagan summani qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz jim tursangiz, tizimda faqat joriy oy yurib ketib, oldingi oylar bo'yicha aniqlashtirish cho'zilib ketishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lov kechikayotganini aniq belgilang. Bu pensiyami, nafaqami, bola pulimi, kompensatsiyami, ish joyi orqali olinadigan to'lovmi, dekret pulimi, kasallik varaqasi pulimi yoki jamg'arib boriladigan pensiya bilan bog'liq mablag'mi? Chunki har birining mas'ul tashkiloti boshqacha bo'lishi mumkin. Odamlar ko'p xato qiladi. Banka boradi. Bank bizda pul yo'q deydi. Keyin mahallaga boradi. Mahalla biz bilmaymiz deydi. Keyin pensiya bo'limiga boradi. Vaqt ketadi. Avval to'lov manbasini aniqlang. Ikkinchi qadam, bank hisobingizni tekshiring. Kartangiz faolmi? Muddat tugamaganmi? Bloklanmaganmi? Hisob raqam yopilmaganmi? Bank ilovasida kirimlar tarixi ko'rinadimi? Agar karta almashtirilgan bo'lsa, yangi rekvizitni qog'oz shaklida yoki bank ilovasidan yuklab oling. Bankdan hisob raqam faol degan ma'lumot olish ham foydali bo'lishi mumkin. Ba'zan pul tushgan bo'ladi, lekin karta SMS xabari kelmagan bo'ladi. Shuning uchun faqat SMS ga ishonmang. Bank ilovasi yoki bank operatori orqali tekshiring. 3-qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni solishtiring. Pasport, JSHSHIR, tug'ilgan sana, familiya, ism, otasining ismi, yashash manzili, telefon raqam hammasi to'g'rimi? Agar yaqinda pasport almashtirgan bo'lsang, eski pasport ma'lumotlari tizimda qolib ketmaganmi? Agar nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, barcha tashkilotlarda yangilanganmi? Bu mayda ko'ringan narsalar pulning 2 oyga kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. 4-qadam, ish beruvchidan rasmiy ma'lumot so'rang. Agar siz ishlayotgan bo'lsangiz yoki to'lovingiz ish joyidagi ma'lumotlarga bog'liq bo'lsa, buxgalteriyaga murojaat qiling. Og'zaki emas, iloji bo'lsa yozma yoki hech bo'lmaganda messenjer orqali iz qoldiradigan shaklda so'rang. Mening falon oylar bo'yicha PJ hisobotim topshirilganmi, hisobot qabul qilinganmi? JSHSHIR, ish haqi, stavka va ishlagan davrlar to'g'ri ko'rsatilganmi? Xatolik protokoli mavjud emasmi? Agar buxgalter aniq javob bermasa, rahbariyatga murojaat qiling. 5-qadam, mas'ul idoraga yozma murojaat qiling. Agar gap pensiya yoki ijtimoiy to'lov haqida bo'lsa, tuman pensiya bo'limi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki to'lovni tayinlagan tashkilotga murojaat qilasiz. Arizada shunday yozish mumkin. Men falonchi, falon turdagi to'lov bo'yicha falon oydan beri mablag' ola olmayapman. To'lovning kechikish sababi hisob-kitob holati. Yetishmayotgan hujjatlar va to'lanmagan oylar uchun qayta hisob-kitob qilinishi haqida yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, JSHSHIR,
bank rekviziti, tayinlash haqidagi hujjat. Agar bo'lsa oldingi to'lovlar chekini ilova qiling. 6-qadam, agar arxiv yoki staj masalasi bo'lsa, hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlari, ish haqi ma'lumotnomalari. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot. Harbiy xizmat bo'lsa, harbiy bilet. O'qish davri hisobga olinadigan holat bo'lsa, diplom yoki ma'lumotnoma hammasi kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni faqat asl nusxada olib yurmasdan. Sifatli nusxalarni ham tayyorlab qo'ying. 7-qadam, murojaatni ro'yxatdan o'tkazing, bu juda muhim. Ariza topshirsangiz, kirim raqami, sana, qabul qilgan xodimning ma'lumoti bo'lsin. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali aytilgan gap keyin isbot bo'lmaydi. Rasmiy murojaat bo'lsa, muddat boshlanadi va siz keyin men falon sanada murojaat qilganman deb talab qila olasiz. 8-qadam, javobni tahlil qiling. Agar javobda hisobot xato deyilsa, ish beruvchiga borasiz. Agar bank rekviziti noto'g'ri deyilsa, bankdan yangi rekvizit olib topshirasiz. Agar hujjat yetishmayapti deyilsa, aynan qaysi hujjat kerakligini yozma so'raysiz. Agar moliyalashtirish kutilmoqda deyilsa, qaysi davr uchun, qachon rejalashtirilgani va to'lanmagan oylar saqlanib qolmasligini aniqlaysiz. 9-qadam, uzoq cho'zilsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Masala 1 oy, 2 oy, 3 oy cho'zilib aniq javob bo'lmasa, faqat bir idora eshigida yuravermang. Yuqori tashkilotga, ishonch telefonlariga, davlat xizmatlari markaziga yoki rasmiy elektron murojaat tizimlari orqali shikoyat qiling. Shikoyatda hissiyot emas. Fakt yozing, qachon murojaat qildingiz, kim nima dedi, qancha pul kechikdi, qaysi oylar uchun to'lanmadi, qanday hujjatlar topshirildi. 10-qadam, huquqingizni hisoblang. Masalan, sizga 3 oy pul tushmagan bo'lsa, har oy qancha bo'lish kerak edi, jami qancha to'lanmagan, oldin qancha olardingiz, oxirgi tushgan sana qachon, bularni yozib chiqing. Bu sizga idorada aniq gapirishga yordam beradi. Pulim tushmadi degandan ko'ra, 2005-yil yanvar, fevral, mart oylari uchun har oy 800 ming so'mdan jami 2 ming so'm to'lanmagan deyish ancha kuchliroq. Yana bir maslahat, har bir hujjatni suratga olib, alohida papkada saqlang. Pasport, JSHSHIR, bank rekviziti, ariza nusxasi, javob xati, chek, SMS, bankdan ko'chirma, bular keyinchalik juda kerak bo'ladi. Ko'p odam hujjatni topshirib yuboradi, nusxa olmaydi. Keyin men bergandim deb isbotlay olmaydi. Demak, PJ hisoboti yoki shu turdagi hisobotlar sabab pulning bir necha oyga kechikishi odatda 3 ta asosiy narsaga borib taqaladi. Hisobot noto'g'ri yoki kech topshirilgan, shaxsiy va bank ma'lumotlari mos kelmagan yoki hujjatlar va hisob-kitoblar tekshiruvda qolgan. Eng xavflisi jim kutish. Chunki siz kutgan sari xatolik o'z-o'zidan tuzalmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman, bankni tekshiring. Ish beruvchidan hisobot holatini so'rang. Mas'ul idoraga yozma murojaat qiling. Hujjatlarni tartibga soling va to'lanmagan oylar uchun qayta hisob-kitobni alohida talab qiling. Agar muammo cho'zilsa, yuqori tashkilotlarga rasmiy shikoyat qiling. Sizda ham pul bir necha oyga kechikkanmi? Sababi nima bo'lgan? Hisobotmi, bank kartasimi, hujjatmi yoki boshqa masalami? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini tezroq va to'g'ri talab qila oladi.